Hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilikka XNSga SMS kelmayapti. O'shanga buni ko'rsataman qanday nastroykasini o'zgartirish. Setting, security setting. Mana shu yerga sizlarga turadi nomer telefon. Buni authentication appga o'zgartirish kerak. Menga o'zi o'zgartirilgan. Mana shunga change ga bosib, mana shuni to'laysiz authenticator app. Sizga chiqadi ikkita QR kod. Uni через telefon authenticator app programmasiga, mana shu authenticator app programmasi, mana pluslarni bosib skaner qilasizlar, tamom. Qo'shasizlar authenticator appni kalitini. Uni o'zgartirish uchun ham SMS kelishi mumkin. SMS kelmasa agar поддержкasiga yozamiz. Ana shu yerda chat bor, поддержка chat chap tarafga. Birinchi yozganimizga bizga robot javob beradi. Любой narsani tanlaymiz. Yana chiqadi menyular, yana robot javob beradi. Yana talaysiz, tipa yo'q, problema yechilmadi. Keyin sizni o'tkazadi Wife Managerga. XNSga поддержка faqat ingliz tiliga, endi через переводчик qilasizlar. Endi ana video ko'rsatilganda yozasizlar. Tak, aytibman ishlamayapti SMS autentifikatorga menga o'zgartir. Bu autentifikator kodini yozdim. Hammaga beradi. Tak, u menga uzatdi nima kerak? Nomer telefon 4 raqamni, oxirgi 4 raqamni so'rayapti. Tak, email adres. Tak, bu xato uzatman, kerak emas edi bu narsa. I selfie, pasport bilan avtozni selfiesi kerak. Tamam, nomer telefoni pochtani yozdim. Ana rasm bilan hammasini o'tardim. Dokument, selfie, dokument bilan. Tamam, o'z kuting deyapti. Tamam, полностью уже menga приложениеga o'zgartirdi. Endi pul yechish payt menga приложение keladi SMS, autentifikator appga. SMS kelmaydi. Lekin tak, nechinchidir 4 kunga или 5 kunga pulni chiqara olmaysiz, blok qiladi akkauntni. Chunki защитani o'zgartirdi. 4-5 kundan keyin уже полный ishlaydi.